Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga 15,5 sotu Toshkent viloyati, Toshkent tumani. Toshkent tumani bo'lganda ham qanaqa? Mana shu binolar hammasi Toshkent shahriga. Betongadan ozgina kirib keldik. Ichkari turimiz 15,5 sotu nejiloy, xohlasangiz jiloy qilsangiz ham bo'ladigan sharoitda ekan. Bu yerda mana katta-katta korxonalarning joylari bor ekan. Va bu yerda katta sklad. Xohlasangiz arendaga ham berar ekanlar, xohlasangiz sotar ekanlar ham. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Boshpana TV aynan shu kanalimga obuna bo'ling. Bu yilning oxirigacha 100 ming obunachi bo'lishni maqsad qildim. Allohdan so'radim. Bu yo'q Allohdan siz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz, tez ko'payib, tez kunda 100 ming obunachiga chiqaman. Xudo xolasa, sizlarni podдержкалар bilan va sizlarga arzon, yaxshi joylardan uy-joy topishga harakat qilaman. Bu joylardan men hozir mana shuncha yo'l yurib keldim. Sizlar uchun, o'zim uchun bir naf olmayapman bu yerdan, faqat sizlar uchun ko'rsatib ketaman. Bunaqa joylar ko'p, sizlar uchun ko'p joyga boryapman, ko'rsatyapman. Faqat sizlardan bitta podдержка. Sizlarning ham uy joylarni sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim turibdi, 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz o'zim javob berib, borib chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizni reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bu joy egalari nomeri esa aynan shu pastdagi nomerlar. Ketdik, ichkarini ko'rsataman. Juda ham katta, mana visokovoltniy tok bor ekan tepada. Bu nejiloy joy, o'rtoqlar, katta sklad bor. Bu yerda 8 ta xonasi bor ekan. Ofis sifatida foydalanilar ekan bu yerda. 8 ta xona, 4 ta umumiy sanuzeli bor, orqa tarafda yana 8 ta xonasi bor. O'rta omborxona sifatida ekan. Hujjatlari hammasi joyida. Bu botlarni o'zgargandan keyin bu jiloy qilsangiz ham bo'ladi. Toshkent shahriga o'tishga ham yaqin turibdi dedilar. Xo'p, kelinglar, xonalarning ichini ko'rsataman birma-bir. Bu tarafda 8 ta xona bor. Bu yerda sanuzel bor va xonalarning ichida ham bor ekan. Umumiy 4 ta. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Kelamiz, rakvina bor ekan. Katta koridor. O'ng tarafda birinchi xonamiz joylashgan. Bu tarafda yana bir xonamiz bor ekan. Bu yerda odamlar bor hozir. Hop, bu yerda navbatdagi xonamiz. Remontlarni ko'ryapsizlar. Hammasi yaxshi remontlari, yomon emas. Bu tarafda mana yotoqxona qilib qo'yishgan shekilli. Bu yerda ham bitta xona bor. Bu yerda ham bitta xona bor. Bu yerga ham kirmaymiz, odam bor. Ketdik, davom etamiz. Omborxona va narigi tarafdagi joyimizni ko'rsataman. Narxini nech pul deyaptilar desanglar, pastda nomer turibdi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib narxini gaplashsanglar bo'ladi. Shu atrofdan ancha arzon qilib beraman dedilar. Misol uchun deylik, 15-20% arzon qilib berar ekanlar. 3,000-4,000 ming dollardir balki. Xullas, bu yerda nech pul sotigini so'rashayotgan bo'lsa, 3-4 ming arzonroqqa sotaman dedilar. Mana ko'ryapsizlar skladda. Umumiy yer maydoni 15,5 sotu. 15,5 sotu. Juda ham katta sklad. Xohlasangiz arendaga olaman uzoq muddatga desangiz, arendaga ham berishlari mumkin. Agar sotib ololmaydigan bo'lsangiz, arendaga uzoq muddatga olaman desangiz, mana tepalari naves, mazax foydalanishingiz uchun tayyor joy. Ko'rdinglar, o'tda orqada turar joy sifatida nejiloy, lekin o'sha yotoqxona sifatida hujjatda bor. Bemalol yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. 8 ta xonasi bor ekan bu yerda ham. Xuddi boyiga ko'rsatganimdek. Bu yerda menimcha taxtachilar ishlatishadi bu yerda. Xo'p. Orqa tarafini qarang. Yana kattagina joy. Nima sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yerda bitta xonasi, xullas bu yerda ham 8 ta xonasi bor. Xuddi boyidagi xonalar. Mana. Eshigi ochiq-ochiqini ko'rsatib ketaveramiz. O'zingiz ko'rib baholab olasizlar. Agar shu joy qiziqtirsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Qo'lim tagidan chiqib turgan nomer, mana shu ekraningizning past qismidagi nomerlar, bu yerda egalarining nomeri, tepadagi nomer bo'lsa, tepadagi nomer. Bu nomer meni nomerim. Nima uchun qilasiz menga? Uy-joy sotishingiz kerak, sota olmayapsiz. Bizning auditoriyamiz katta, telefon qiling. Juda ham arzimagan pulga borib, syomka qilib, Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lamiz. Orqa taraflarini ham bitta ko'rsatib ketaman. Kelinglar. Kurkalar to'g'ri boqar ekanlar. Bu orqa taraf endi. Zahvat joy. Mana.
Toshkent viloyati Toshkent tumani Ahmad Yassaviy mahallasi turibmiz. Ko'rdinglar, betonkadan ozginagina kirib keldik. Aynan shu joy. Pastda suvlar ham bor ekan mana. Katta suv oqib o'tgan ekan. Xullas, narxini pastdagi nomer bilan gaplashasizlar, tepadagi meni nomerimga uy-joy sotmoqchi bo'lsangiz, telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib, uy-joy sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.